ham o'syapti-da, riskovanniy aktivlar ham o'syapti. Korrelyatsiyasi bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Kriptovalyuta ham o'syapti-da. Yangi sal nimadir не то deki чувство bo'lyapti. Ya'ni bu yerda qanaqadir puzir paydo bo'lyapti. Bizga olib turiladi. Bir-biriga откат bersa qolgan 30% qo'shiladi. Откат bermasa уже mana ключевой уровенimiz bor-ku, mana qarang. Keyingi pivot уровенimiz bor. Hozir. Mana bu. Сопротивление qisqa muddatdagi mana bu. 71. Buni yengilab o'tgandan keyin yana qo'shsa bo'ladi aslida. Mana buni ko'rsatdik-ku o'zi, mana biz o'tgandan keyin откат beradi, keyin ketadi. Mana shunda biz bu yerda ozgina tashladi, keyin ketdi. Mana Nvidia'da ham xuddi shunga o'xshash formatsiya bor. Mana biz mana biz bu yerda keyingi kun yopildi tepasida. Mana bu kun уже mana shu yopilayotganda kirsa bo'lardi. Keyingi kun уже ko'rasizmi, ложный qilib yana qaytyapti va shu yerdan ko'tarilyapti o'zi aslida. Mana shunda ham kirsa bo'lardi o'zi. Mana mana shunda 3%, 4% ekan. Mana buni belgilab qo'ydik buni ham. Maksimumlarda 3 marta 2 marta borib tegan. Endi keyingi nuqtamiz 200. Hozir mana 190 da ekan, 200 gacha borish anaqasi turibdi. Endi bunga nisbatan mana 200 ga chiqib tashlasa, sложный ложный bo'ladi va trendimizda tushuvchan bo'lish ehtimoli oshadi. Просто men ahamiyat berayotgan narsa, masalan, hozir ochib olaylik. Tilla ham o'syapti, to'g'rimi? Tilla ham o'syapti. Tilla ham o'syapti-da, riskovanniy aktivlar ham o'syapti. Korrelyatsiyasi bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Kriptovalyuta ham o'syapti-da. Yangi sal nimadir не то deki чувство bo'lyapti. Ya'ni bu yerda qanaqadir puzir paydo bo'lyapti. Bir-biriga mohiyati to'g'ri kelmayapti. BKTX to'g'ri yaxshi ekan. Mana okey, Bitcoin ham qarang. Double button qilibdi. Предыдущий minimum yengilamagan, ko'ramiz. Предыдущий minimum yengilamagan, inside formatsiya beryapti, kirsa bo'lardi bemalol. Bitta oldingi kun mamut yengilamagani uchun bunga nisbatan higher low ketdi. Mana mamutni yengilagandan keyin yana qo'shsa bo'ladi o'zi aslida. Mana откатida. Hozir mana mamutni yengilayapti, to'g'rimi? Mana mamutni yengilayapti. Bo'ldi. Formatsiyamizda yana откат berib, buni yengilab ketib qolmasa, ya'ni mana 111, 114 atroflariga tushsa, yana sotib olsa bo'ladi o'zi aslida. Chunki pastga tushdi, minimum yasadi. Bu minimumga nisbatan tushib ketuvchi trendman dedi, endi обратно hammani aldab ketyapti. O'suvchi trendligini ko'rsatyapti. Endi keyingi падениямиz, откатimizni siz degan narsa bormi? Nima desa bo'ladi? Shu yetish kerak. Nima bo'ladi? Bu точкада ketib qo'ydi. Past mana. Botga tushib, keyin ketsa, xuddi shunda anaqa bo'ladi o'zida. Bunga nisbatan higher low bo'ladi, yana darishga turamiz. Trend o'suvchi trend. Buning uchun endi tilla tushish kerak. Agar mana shunaqa formatsiya qolgan bo'lsa, hozir tilla ham darishga o'saveradigan bo'lsa, bu ishlab berish ehtimoli pasayadi. Chunki o'zi riskovanniy aktiv o'syapti, ya'ni risk off aktivimiz o'syapti-da, hamma narsa birga o'syapti. Yo tilla tushish kerak, mana bu trend davom etish uchun. Yokida naryoqda nimalar odamlar bo'shatyapti, pulini bo'shatyapti yokida. Tilla tushadigan bo'lsa, anu darsh davom etish kerak, Nasdaqlar hammasi davom etish kerak. Mana bugun erta zo'r yopilsa, hafta zo'r yopiladi. Yaqin atrofda shakllangan hafta zo'r yopiladi. Darshi trendimiz. Lekin mana buni qarang. Mana bu yerda ob'yom bo'yicha qaraydigan bo'lsak, Nasdaq o'zini signal bor, kuchli sotuv bo'lgan, kuchli sotuvdan keyin kichkina savdo hajmida o'syapti bu. Bu ham shubhali. Tushunasiz? Bu ham shubhali. Mana qarang, xuddi shu narsa mana bu yerda bo'lgan. Mana bu yerda ob'yom katta o'sgan, keyin kichkina ob'yomda o'sgan. Aksiya ko'rasiz, bitta o'sgandan keyin necha hafta? 1, 2, 3, 4, 5 hafta tushgan. Tushunasiz? Mana bu yerda ham mana bitta o'sgan, kichkina ob'yomlarda katta предыдущий barcha maksimumlarni yengilab turib, keyin ketdi, deb oqqan. Xuddi shunaqa bitta o'sib anaqa katta ob'yomda sotuv bo'lyapti, undan keyin kichkina ob'yomda o'syapti. Shubhali-da, pustishga o'sish, ani aytdik-ku, bo'sh savdo hajmida o'sish bor-da, bu уже odamlar nabarat bo'shatgandagi чувство bo'lyapti menga. Qanaqadir mировой rynokda, bozorda hamma narsa zo'r degandagi tasavvur ko'rsatishadi, likvidnost yechadimi degan fikr ham turibdi-da. Mana o'xshashlik bor, ko'rasiz, mana Nasdaq o'zini olamiz. Tushishdan oldin, mana mamtiga tushishdan oldin, mana savdo hajmi bitta o'sgan,
keyin kichkina savdo hajmida, o'suvchi savdo hajmida предыдущий barcha maksimumda yangilangan va o'shandan keyin 1, 2, 3, 4, 5, 6 hafta падение. Ko'rasiz, ketma-ket 1 oy почти падение bo'ldi. Biroq Mana bu yerda ham qizil ko'rasiz, mana savdo hajmi o'sgan. Keyin 2 hafta ketma-ket nima bo'lgan? Maksimum yangilangan, lekin sotuvga nisbatan ob'yom oshmagan, lekin narxi yangilayapti. Bir-biriga korrelyatsiya to'g'ri. Xuddi shu. Mana sotuv bo'lyapti, sotib olishga nisbatan yengillanyapti. Keyin kichkina ob'yomda narx o'syapti. endi u bugun erta 1-2 kunda bilinadi. Mana u hafta yopilsa, balkim. Nima deysan, aka? Qarshi. Gloria. Xo'p, kelin. Mana shu narsa shunaqa tushuncha, ya'ni mana anaqa skladovаться qilyapti. Agar bozor yengilliklarga ahamiyat beradigan bo'lsak, kundan kunga wow degan yengillik chiqyapti-da. Вообще bozor zo'r. Mana hozir Tesla'da ham Tesla kutgandan ko'ra ko'proq mashinalarni zapusк qildi, chiqazdi, topshirdi degan yengilliklar ko'p. Tesla'ni ochib qaraylik. Hozir all time highga yaqinlashib qoldi o'zi. 475 yil atrofida bo'lsa kerak. Bu 460 ekan. 459. Tashlayapti o'sha, ko'rdingizmi? bugun hozir уже qaytyapti, ko'pam hozir qaytyapti ekan hozir. Nvidia ham, AMD ham cho'tib sal tashlayapti. Tayinlanyapti. Shuning uchun men o'zim 10 kun shu narsani sezganim uchun baribir xotirjam tushuntirib bera olmadim-da sizga. Gruppaga yozib yubordim, mana sizlarga yozib yubordim, to'g'rimi? Yozdim, bozorda tushish, ochiq pozitsiyani riskini manage qilinglar. Agar healthcare bo'lsa qolsin. Chunki bozorda downtrendga tayinlanyapti. Downtrendga o'tdik emas, tayyorgarlik boshlandi. Ya'ni kattaroq odamlar mana shunaqa bozor katta o'sishdan oldin, tushishdan oldin likvidnost yechadi-da. Qanaqadir zo'r hype-ni qilishadi-da, tirs tashlaydi. Nima healthcare qolsin dedik, mana anaqaga o'tamiz. Sektor bo'yicha ko'rib chiqdik-ku. Esingizda fundamental analiz. Healthcare qarang. Healthcare mana endi trenddan chiqdi. O'zi mana bu yerda chiqadi dedik. Endi shu narsani qildi, ko'rasizlar? Bu mana maksimumgacha qancha vaqt joy bu? Enerjida nima gap? Enerjida nima uchun menga yoqyapti? Enerji mana trendga tushib oldi, ko'rdingizmi? Trend bo'yicha mana shu sekin tepaga ko'tariladi. Enerjini yig'ishimiz kerak mana shu hafta. Keyingi hafta ko'rasiz, texnologiya tushsa, enerji bilan healthcare uchadi. Enerjini qarang qayerda. Texnologiya. Mana bu yerda ko'rsatdik, maksimumlarni yengilab tushadimi? Yo'q, bu barcha maksimumlarni yengilab hozir endi. RSI'larimiz kuchli joyda. Haddan tashqari sotib olingan 70. Bunga nisbatan mana bu yerdan уже korrelyatsiya berish bo'lsa, qarang. RSI'miz maksimumga keldi. Bu yerda narx maksimum yengilayapti-yu, lekin RSI yengila olmayapti. Nimani belgisi? Shu belgisi. Trendli liniyamizdan haddan tashqari tezlashib ketgan. Overda tushuntirdim, esingizda bo'lsa. Overextended bo'lib ketib qolsa, bu downtrendga tayyorgarlik. Ya'ni qisqa muddatda bo'lishi mumkin, mantgacha tushishimiz mumkin, buyoqgacha tushishimiz mumkin. Tushish ehtimoli bor. O'zi sezonimiz bo'yicha oktyabr naborat o'suvchi trend bo'lishimiz kerak. Hali tushunmayapman nima uchun sentyabrda oxirida yaxshi o'sib berdi-da, lekin oktyabrda tushishga tayyorgarlik znaklari bor. Belgilari bor. Mana bu ham ko'rasiz, mana boshqa anaqalarni ko'ryapman, hammasi maksimumlarda o'zi. Mana bitta mana bu consumer staples, ya'ni oddiy mahsulotlar. Bu ham ko'rasiz, moshni turibdi. Agar mana shu ushlab qolsa, nima bo'lyapti? 1, 2, 3 to'rimiz bo'lyapti mana shu. Mana 10 kun chizib qo'ydim. Men sizlarga yuborgan kunlarim men o'tirib bitta analiz qilib chiqqan edim. Enerji oladigan joyi. Enerji bosamiz hozir. Healthcare qarasa bo'ladi. Healthcare ozgina atkat berish kerak endi. Risk o'sib ketib qoldi. Ozgina atkat berib ilk joyiga tushib olsa, keyin ketdi bu ham.